Sahabeler izledin, çaknıgan izzet nuri, bütkeni sıkkın idin, hak ıslanın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atzeli, Hemze Halid Musab'dek, şir yürek oğlanları. Remla binti Ebu Sufyan. Ummu Habiba Allah ve onun peygamberini hammadan a'lo bilgan. Kufrga qaytishni bo'lsa, xuddi inson o'tga kirishni yomon ko'rgandek, yomon ko'rgan ayol sahobadir. Tarixchilar. Abu Sufyan Quraysh qabilasidan biror kishining o'ziga qarshi chiqa oladiganligiga va uning muhim qarorlarga qarshilik qila oladiganligiga ishonmaydi. Chunki u Makkadagi hammaga gapi o'tadigan Her kattavaşlarmı onun digininden çıkmaydıgan kattavaş idi. Biroq onun Ummu Habiba deb atıldıgan kızı Remla, eri Ubeydullah ibn Jahsh bilan birga bir Allohga ishonish, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini tasdiqlash orqali Abu Sufyanning yuqorqidagi hayvisiga qarshi ish qilib, uning ko'rangligini yerga urdi. Abu Sufyan barliq amal choralarni, tahdid taqiblarni qo'llanib, qizi bilan kuy o'g'ilni bu yengidindan chiqarib, ota-onasining diniga qaytarishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin uning bu tirishchanliklaridan hech bir natija chiqmadi. Ramlaning diliga o'rinlashgan iymonning yiltizi shu qadar mustahkam ediki, otasining barliq qattiq yumshoq solgan azob-uqubatlari uni o'z irodasidan hech tavrtalmadi. Ramlaning musulmon bo'lganligi Abu Sufyanni nihoyat bak parokanda qilyapti. Qizining uning royiga boqmaganligi, Muhammadga agishishdan qat'iy yanmaganligi, uning bu haqda qiziga ishlatgan bisimlarining qilchi qaroq kelmaganligi uni Qurayshlarning oldida yuzni ko'tarib yurolmas qilib qo'ygan edi. Qurayshlar Abu Sufyanning qiziga ochiqlanganligini bilgandan keyin ularning yuragi tomlab, Ramla bilan eri ikkisini qattiq qiyin qistoqqa ilib va azoblab ularni Makkada turolmog'idek holga keltirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni Habashistonga hijrat qilishga buyurgan chaqda Ramla bilan eri kichik bolasi Habibani ilib Najoshining himoyasiga umidlanib mangan musulmonlar bilan birga Allohga xotirjamlik bilan ibodat qilish uchun yo'lga chiqdi. Biroq Habashistonga qochib ketgan musulmonlarning u yerda xotirjamlikka erishib, yaxshi yashayotganligidan xabar topgan Abu Sufyan boshliq Quraysh kattalari bu ish uchun nihoyat azoblandi. Chunki ularga bu qattiq ig'ir keldi. Ular maslahatlashib, Najoshiga u musulmonlarni o'ch ko'rsatish orqali ularni o'z diyorida turg'izmasdan qaytarib o'tish, musulmonlar Maryam o'g'li Isa haqida bo'hton chaplaydi deyish orqali Najoshining zitiga tegib, musulmonlarning kelgan elchilarga qaytarib bergizish uchun nurg'un so'g'i salomlar bilan ikki elchini Habashistonga avatdi. Elchilarning talabini anglagan Najoshi haqiqiy ahvoldan xabar tepish uchun hijrat qilguvchi musulmonlarning vakillarini huzuriga chaqirdi va ulardan savol so'radi. Musulmonlarning vakili o'zlari qabul qilgan islom dinining qandoq din ekanligini, payg'ambar alayhissalomning ularni nimalarga buyurganligini, Maryam o'g'li Isa alayhissalom to'g'risida Allohning qandoq oyatlarni nozil qilganligini bayon qildi. Bularni anglagan Najoshi ta'sirlanganligidan yig'lab, soqollari ho'l bo'lib ketdi va payg'ambar alayhissalomning Alloh tarafidan avatilgan haqiqiy payg'ambar ekanligini, uning Isa alayhissalom ilib kelgan dini bilan bir manbadan ekanligini tunib yetib, uningga iymon etish bilan o'zining episkoplari iymon etmagan holatdami musulmonlarni elchilarga topshirib bermasdan o'z himoyasiga oldiganligini jakarıldi. Haqiqiy bir himoyaga erishganligidan suyungan Ramla endi kunlar osoyishlik ichida o'tadigu deb o'ylagan edi. Afsus, hikmat egisi Alloh uni xili kishilarning aqlini gangirtadigan, o'ylamagan bir ig'ir sinoq bilan sinashni qoldi va uning bu sinoqdan ajrga erishgan holda o'tishini belgiladi. Bir kuni u tush ko'rdi. Tushida eri Ubeydullohning qatma-qat qorong'u zulmat ichida tamtirab yurganligini, uni qat-qat zulmatning teximi bek qo'rshayotganligini, uning ahvolining nihoyat nachar bir holatda ekanligini ko'rdi.
u uyqusidan nihoyatda qo'rqqan holda cho'chib uyg'ondi. Lekin u bu tushni na eri, na boshqa biriga deyishni faqatla xohlamadi. Oradan uzun o'tmay uning tushi riyoliq aylandi. Uning eri Ubaydulloh islom dinidan yinib xristian diniga kirib ketdi. Shu kundan boshlab u aroqdan iborat bu nejisga beshchili dum tushib, qavoqxonlardan qaytib kelmas, tashlash uyoqda tursin, bargancha ichib qolmas bo'ldi. Shundoq kunlarning birida u ayoli Ummu Habibani bir-biridan qo'rqinchli ikki xil tanlashdan birini tanlashga qisdi. U ikki xil tanlashning biri eri bilan ajrashish, yana biri xristian diniga kirish edi. Ummu Habiba bu ig'ir tanlashlarga uchinchi bir xil tanlashning qo'shilganligini tunib ketdi. U bo'lsa-mu islom dinidan yinib xristian diniga kirmagan ahvolda yerdan ajrashib yoki Makkaga dadasining yoniga qaytib, dini xorlangan holda mahkum bo'lib yashash va yoki hech qanday urug' tuqqansiz, yuranchiksiz holda bu yot elda tanho yashash. U oxiri dini uchun uchinchi yo'lni tanlab, toki Alloh bir chiqish yo'li bergicha Habashistonda yashab qilish qaroriga keldi. Ummu Habibaning kutishi uzoqqa bormadi. Uning xristian diniga kirgandan keyin ancha uzoq yashamayla o'lib ketgan eriga tutgan iddati to'shib bilanla uningga tasavvur qilg'usiz xushallik quchoqlashdi. Uning vaqtsiz g'am qayg'u tumoni qaplab olgan uyining ustiga baxt qushi qanot qiyib keldi. Quyosh nuri kulib boqqan bir kun atiganda uning ishki yengilgini chekildi. İcazatdan keyin podshoh Najoshining xos xizmatchisi Abraha adab bilan kirib Ummu Habibaga ehtirom bilan podshoh Najoshi sizga salom etdi. Shundaqla Allohning elchisi Muhammadning sizga to'y taklifini qo'yganligini sizga yetkazishim uchun oldingizga minavatdi. Muhammad sizni o'ziga nikohlab berishni talab qilib xat avatibdi. Sizmi xohlagan birini o'zingizga vakil qiling, dedi. Ummu Habiba xushalliqidan Alloh sana xush xabar bersin. Alloh sana xush xabar bersin deb to'g'lab ketdi. Va shu hamolla taqvolgan zinnat buyumlarini chiqarib, qo'lidagi bilezikka qo'shib Abrahaga suyunchi qilib beribdi. Ondan yana halqasi bilan xalxalini, o'zikini chiqarib unimi qo'shib berdi. Navoda u dunyodagi hamma oltin konlarga ega bo'lganda, ularning hammasini Abrahaga suyunchi qilib bergan bo'ladi. Ondan u Abrahaga men o'zimga Xolid ibn Said ibn Osni vakil qildim. U kishilardan menga eng yaqin bo'lgani, dedi. Najoshining Habashistondagi quyuq daldarax, gulchechak bilan bezalgan go'zal bog'chalarining biriga joylashgan, chiroyli zinnatlanib, tush chiroqlar bilan yo'ritilgan hashamatlik bir zalda Ummu Habibani Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga nikohlash so'rini tuzildi. Bu so'ringa Habashistondagi muhojir sahobalardan Ja'far ibn Abu Talib, Xolid ibn Said ibn Os, Abdullah ibn Huzafat as-Sahmidak obro'liq va martabalik rahbarlari qatnashgan bo'lib, so'rin ahlining hammasi yig'ilib bo'lganda Najoshi o'rnidan turib xutba o'qidi. Ondan hammadan ulug' mu'minlarga xotirjamlik berguchi, kofirlarga qattiq qo'l bo'lguchi Allohni madiylayman. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandisi va elchisi. Hamda Isa ibn Maryam bishorat bergan kishi ekanligiga guvohlik beraman. Maqsad payg'ambar alayhisalom mendan Abu Sufyanning qizi Ummu Habibani o'ziga nikohlab qo'yishimni talab qilibdi. Men Alloh va payg'ambar alayhisalomning shariati bo'yicha Ummu Habibaning to'yligi uchun Muhammadga vakolatan 400 dinar oltin berdim, deb dinarlarni Ummu Habibaning vakili Xolid ibn Osning oldiga to'kdi. Ondan Xolid o'rnidan turib, Allohga ming martaba shukrlar bo'lsinki, men Allohni madiylayman. Uningdan yordam tilayman, kechirim so'rayman. Uningga tavba qilaman. Muhammadni Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik beraman. Garchi kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, Alloh o'z dinini barliq dillardan yuqori qilish uchun to'g'ri va haq bo'lgan din bilan payg'ambarini bizga avatdi. Maqsad men payg'ambar alayhisalomning talabiga ma'qul bo'lib, meni o'ziga vakil qilguvchi Ummu Habibani uningga nikohlab berdim. Alloh payg'ambariga va uning ayoliga barkat bersin. Ummu Habibaga
Allah taqdir qilgan yaxshiliklar bilan muborak bo'lsin, dedi va to'yliq dinarlarni elib, boshqalar bilan birga qaytishga tamshaldi. Bu chaqda Najoshi: "O'ltiringlar. To'y qilganda tamoq berish payg'ambarning sunnati", dedi va dasturxon rastlab to'yliq tamoq berdi. Kishilar to'yliq tamoqni yeb, ondan tarqashdi. Ummu Habiba mundaq deydi: "Menga berilgan to'yliq mol menga yetib kelganda, men Abrahaga uningdan 50 misqal avatib berdim. Va sen menga xush xabar elib kelganingda, meningda mol yo'q edi", dedim. Uzoq o'tmay Abraha kelib, men uningga avatgan oltin bilan oldingi qitimda men uningga suyunchi o'rinda bergan zibu-ziynatlarimni menga qaytarib berdi. Va podshoh mening sizdan bir narsa olmasligimni topildi va ayollarda bor bo'lgan xushpuroq narsalarning hammasini sizga avatib berishim topildi", dedi. Atsi u menga varas, o't va anbar elib kelibdi. Ondan u menga: "Mening sizga bir hojatim tushib qoldi", dedi. Men uningdan: "Qinidang, u nima ishdi?" deb so'radim. U: "Men Muhammadning diniga ergashdim. Payg'ambarga mendan salom deng, ham uningga mening iymon etganligimni yetkazib qo'ying. Buni hargiz unutib qolmang", deb chekildi. Ondan meni jabdidi. Men Madinaga Payg'ambar alayhisalomning qishiga ilib kelindim. Men Payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishganda nikoh ishlarimizning jarayonini, Abrahaga munosabatli gap so'zlarni uningga tafsiliy so'zlab berdim va Abrahaning iymon etganligidan xabar berdim. Payg'ambar alayhisalom Abrahadan suyunib, uningga Allohning salomi, barakati va rahmatlari bo'lsin, dedi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi, dildagi armonlari. Katta Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.